Dada, maktabga ketyapman. Ha, yaxshi-da, boravering o'g'il bola. Pul bermaysizmi? O'zingiz aytgansiz, erkak kishining cho'ntagida pul bo'lishi kerak deb. O. Mana. $100mi? Ha-da, o'g'il bola. Rahmat, dada. Daga. Dadasi, Ha. yosh bolaga ham dollar berami? Ha, qalbak yo'q, parvo qilma. Amaga omadingiz bor ekan. Bugun men grif qilayotgan kunim. Hozir bufetga kiramiz. Ovqat qozoni bilan olib beraman. Go'shtni terib. Bilmas. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, yuring. Nima yegan bo'ldlaring, bratishkalarim? Gamburger yuramiz. Ha, yuramiz. Bo'ldi, yuring. Amaga bizga gamburger, har birimizga 4 tadan. Ana odamga ovqat olib beryapsan, bularga burger olib beryapsan, o'zi puling bormi tirrancha? Puldan xavotir olmasinlar, behijolat. Ketdi bitta. Garchi hayot o'tkinchi, lekin katta dars ekan. Men bersam qarz emas, ular bersa qarz ekan. Har qadamda yaqinimdan o'zim bilmay pand yedim. Do'st deganim do'st emas, faqat ota-ona do'st ekan. Yo'q emush menda yurak, menda ko'ngil yo'q ekan. Ular sevsa sevgi yo'q, men sevsam havas ekan. O'ylar edim barchani bir xil deya teng deya, xuddi ular go'yo tog', men oddiy bir tosh ekan. Assalomu alaykum. Aka? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tinchlikmi aka? Nimaga bu ajriq yeb o'tiribsiz? Do'stim, hayotda ko'p narsani ko'raverar ekansiz. Pulim bor, davrim bor payti hamma yonimda edi. Ozgina bankrot bo'lib, hatto yaqinlarim tashab ketdi. Bir haftadan beri tuz totganim yo'q mana shu ajriq yeb, gohida qorovullar chiqib haydaveradi. Aka erkak kishini boshida bo'ladi. Men sizga yordam beraman. Yuring, turing aka. Yuring. Rahmat sizga. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keling aka. Siz ovora qilyapman. Xijolat bo'lmang. Mana shu dala meniki aka. Xollagan joyingizdan o'tib yurasiz. Makka poylar yeb qo'yish yo'q. Mol yeyotgan joydan yeb yurmang. Mana shu yerga kelib bemalol ochiq qolganingizni yurasiz, aka. Duo qilib, davay aka, sog' bo'ling.